Sizningcha erkak kishiga e'tibor bering desa, sen noshukursan deyish to'g'rimi? Nima sizni noshukur deydi? Nima siz pulli narsa so'rayapsizmi? Mehr, e'tibor, sevgi tekin narsalar-ku. Agar boru bitta erkak bitta ayolni yaxshi ko'rib, e'tibor berib, sevib boshida ko'tarsa, o'sha ayol bor-ku, uni ota-onasi zulm qilayotgan bo'lsa ham, uyidagilari kun bermayotgan bo'lsa ham, qiyinchilik, yo'chilik bo'lsa ham o'sha erkakning yonida turadi-da, zato erim meni yaxshi ko'radi deydi. Zato meni deydi, mehr bilan deydi, boshida ko'tarib yuradi deydi. Lekin ayrimlar bor, poyezd orqasidan qarab turgan molga o'xshab qilib shalvirab turadi, na hishnamani qoyillatmaydi, na mehr bermaydi, hech qanaqasiga bitta ayolni o'zini ayoldek his qildirmaydi, u ayol bilan turgisi kelmaydi. O'zingizga savol beraverasizlar, meni sevadimi, nima yashayapman, bu to'g'rimi deb. Siz shu savolga javobini mendan yaxshi bilasiz, o'zingiz ich-ichingizdan. Prosta nimadirlarni tinchlantirish uchun menga shu savolni berdingiz.